Lütfen tebriklemeyin. Biz bırakmasın. Canı sağ olun, size okşayla okutuşuna köp bozun, ustaza köp bozayın ayı. Size ömrünüz var kızım, canı sağ olsun. Şu balığın terbiyeleştiğini size bir çarşamba. Size ustaza köpeğe ver. Sağ olun. Bugünkü bayramingiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizni ko'rib to'g'risida havas etdim. Shuning o'quvchingiz yana hokim bo'lib kelib, sizni tabriklab turibdi. Yana o'zingiz bilim bergan dargohda shaxsan o'zlari kelib, yo vakillar emas, o'zlari kelib tabrikladilar. Men dim havas etdim. Hozir siz bergan o'gitlar, maslahatlari bundan keyin amal etib, yanada bir ishtiyoq bilan ishlashga harakat etamiz. Kichkina vaqtimiz fizika fanidan dars o'tgansiz, yana bizlar ham sizning izingizdan xudo xolasa yetib kelayotganmiz. Rahmat hammasi uchun, ustoz, shu bergan tarbiyangiz, ko'rsatgan yo'lingiz uchun. Benim için bir kütülmeyen oldu bu. Bunun esası sebepçisi Tümen Hakimi Maksud Bek, bu Abdüllayip. Ben bunu 9. sınıftan okutkanman. Öylem matematikini juda yaxshi okugan. Maksud Bek'ten ben fakarlanaman. Maksud Bek yaxshi xususiyatlardan birisi, kim bilen bo'lsam yaxshi muomalada bo'ladi. Ayniqsa ustozlara hurmati endi qo'yaverasiz. Men bundan keyin bu Maksud Bek'e yuqori parvozlar tilab qolaman. Hamma ustozlari tabriklayman. Sog' olsunlar, salomat olsunlar. Şu O'zbekistonimiz rivojlanavergan. Hozirgi prezidentimiz o'qituvchilarga e'tibori juda oshib ketdi. Hamma ustozlari shu O'zbekistonimizni ko'tarish ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman.